Assalomu alaykum akalar. Bugungi obzorimizda Jepal S09 ya'ni Li 9 Ultraga tengma-teng konkurensiya kela oladigan avtomobillarimizdan bittasi. Kelganinglarda sizlarga bitta boshlanishidan eksterior dizaynlaridan obzorni boshlaymiz. Ko'rib turganinglarda tashqi ko'rinishdagi LED faralar, ya'ni Jepalga tegishli bo'lgan faralarimiz. Bu mashina o'ziga вообще dahshat vid berib turadi, ya'ni bakatlarni juda ham kuchaytirib beradi. Undan tashqari yon tomonga sekin keladigan bo'lsa, har tomonida kameralari mavjud. Ya'ni 360 kameradan hech qanaqasiga muammosi bo'lmaydi. Undan tashqari parkovkada, misol uchun ayolingizga berib turib parkovka qilib qo'y desangiz ham muammosi yo'q. Bu mashinaning gabaritidan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Kamerani o'zi sizlarga parkovka qilib berish, har tomonlama yo'lini qilib beradi. Undan tashqari sizlarga diska tomonlama tushuntiradigan bo'lsa, 265 ga 45 R21 diskalarda, ya'ni Michelin Sport Michelin ballonlari bilan jihozlangan Maybach diskalar. Qani kamerani berilib olib kelingchi, boshqa tomonlarni ham ko'rsatamiz. Mashinamizda lidarlari bilan jihozlangan yon tomon kameralari, ya'ni lidar kamera deyiladi. Bu yon tomonli kameralari. Undan tashqari bokovoy o'zida ikkita kameramiz mavjud. Ko'rib turganinglardek, mashinamizda elektronik paroglari mavjud. Undan tashqari mana yon tomonidan bitta e'tibor berib qarasanglar, Mercedes-Benz GLS bittadagi vidini berib qo'yadi akalar. Bitta ko'rsatib yuboring shu yerdan obzorini qilib. Mers minmayapman deb xafa bo'lmasanglar bo'ladi aka. Bitta pnevma podveskasini tepaga ko'tarib qo'ysanglar, shuni o'zi sizlarga Mers vidini har tomonlamasi ochib beradi. Bu mashinamizda pnevma podveska bor, ya'ni 3-4 xil rejimga moslashtirib, o'zingizga mashinani baland pastligini, ya'ni klirensini ham to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Ya'ni tog'i toshlarga yoki-da oddiy pastroq qilib cho'ktirib yuraman desanglar, har tomonlama sharoit mavjud, ko'rsanglar bo'ladi. Endi sizlarga ichki, ya'ni interior dizaynni ham biroz ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rib turganinglardek, ichki salonlarimiz ham bejviy rangda. Ko'rib turganinglardek, eshikni ochishinglar bilan sijenalarimiz o'zini avtomatik moslashtirib beradi. Вообще chiroyli vidni berib turadi. Bundan tashqari ko'rsanglar bo'ladi. 15.4 dyumdagi ikkita katta monitorlarimiz bor. Ko'rib turganinglardek, monitorlarimiz qotma ishlaydi. Вообще zo'r model. Undan tashqari avtomobillarimizda head-up display bor. Беспроводной zaryadka, o'rta konsollarimizga keladigan bo'lsa, беспроводной zaryadkalari ham вообще dahshat ishlaydi akalar. Undan muammo qilmasanglar ham bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, sekin orqa tomonini ham bir ko'rsatib o'tsa bo'ladi sizlarga. Mana akalar, ko'ringlar. Mashinamizda Li 9 da даже yo'q funksiya, yo'q komfortlar bor. Ya'ni qanaqa? Li 9 da ko'rgan bo'lsanglar aka, o'ng tomon, chap tomon mana bu stakanliklar, ya'ni qo'lni qo'yib turish uchun podokонникlarda knopkalar bo'lmaydi. Ko'rgan bo'lsanglar, uni alohida kompyuterdan boshqarishingiz to'g'ri keladi. Bunda stoliklari bor mana akalar. Buni o'zi ham yaxshigina vidam, sizlar uchun komfortni ham yaratib beradi. Shunaqa komfortlarimiz bor. Ya'ni bu yerda isitish, sovutish, nulovoy gravitatsiya bor bu mashinamizda. Ya'ni bu nimani anglatadi? Sizlar uzoq yo'lga yuradigan bo'lsanglar akalar, muammosiz bemalol, ya'ni bu sijeniyani o'zingizga moslashtirib, ya'ni kravat holiga keltirib, uzoq yo'lda charchamasdan bemalol yurish imkoniyatini beradi. Yana bitta sizlarga zo'r tarafi, kamerani yaqinroq olib keling. Mana nima deyapti akalar, даже Li 9 da ham yo'q funksiya bu. Wow, вообще udar. Bu komfortni ko'rgandan keyin bu narxiga o'ylanmasdan akalar bemalol sotib ola olasizlar. Ya'ni bu komfortni uncha-muncha model bermaydi. Ko'rib turganinglardek, xolodilnigi bor. O'zi yuradigan model bu. Ko'rib turganinglardek, mana ochamiz, bitta magnitni bosib qo'yadigan bo'lsa, tagida isitadi ham, sovutadi ham, ya'ni mikrovolnovkasi ham bor. Вообще zo'r model. Puliga 100% arziydi. Undan tashqari sizlarga ichki salonni yana ko'rsatadigan narsamiz, bemalol klimatskiy zonalarni hammasini shu konsoldan upravlyat qilsanglar bo'ladi. Ya'ni deflektorlari bor. O'rta konsolimizda kattagina bitta televizorimiz bor. Dyumi necha edi? 21.4 dyumdagi televizorlarimiz ham bor. Bu ya'ni bemalol nulovoy gravitatsiya qo'yib olasizlar, uzoq safarga ketayotganlar yoki
viloyatlarga qanaqadir ish bilan ketayotganinglarda kinolarni qo'yib, YouTube'lardan videolarni ko'rib maza qilib ketaverasizlar. Tepamizdan ko'rib turganinglarda полный panoramniy tom. Вообще chiroyli vidni beradi. Agar bu havoda, ya'ni hozirgi kuzgi havoda yomg'irlarda yursangiz, такой romantichniy bo'ladi. Okalar, yana sizlarga mana ko'rganinglarda, mana shu havoda rosa maza qilib minadigan model bu. Bitta narsa, bu mashinamizda bitta minus tomoni ham o'tib ketaman. Bu mashinamizda davotchik yo'q. Ya'ni bu sizlarga unaqa katta komfort ham deya olmayman. Sababi bu o'z-o'zida GM mashinalarida qarsilatib urib yopib yurganmiz. Bu narsaga bizlar uchun muammo tug'dirmaydi akalar. Yana bitta keladigan bo'lsanglar, bu tomonga orqa tomon vidlarni ham bitta ko'ringlar. Har bitta farasi mana teleskop faralari bor. Bu mashinani o'zgacha vid bag'ishlab turadi. Akalar, qarang. Zadniy kamera, o'rtada yana bitta kameramiz bor. Boya aytib o'tganimdek, bu mashinada avtoparkovka qilayotganinglarda, ya'ni o'zingizlar parkovka qilayotganinglarda hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Ya'ni har tomonlama 360 kamerasi bor. Bu degani umuman muammosiz har tomonni bemalol kontrolingizda bo'ladi degani. Sizlarning qo'lingizda, ya'ni ko'rib turganingizda. Bitta oldi tomon konsoliga yetib keldi akalar. Ko'rib turganingizda elektron paroglarimiz bor. Bitta o'tiruvsiz, mana bitta o'tirganingizda aka. Endi bu vid ko'rgan odam Li9 ni olmaydi. Sababi Li9 dan bu mashinamizni почти $24,000 raznica bilan, ya'ni Li9 dan $24,000 arzon va undan ko'proq xarakteristika, ya'ni undan ko'proq sizlar uchun foydali bo'lgan, ya'ni qo'shimcha funksiyalari mavjud. Ko'rib turganingizda har tomonlama вообще shikarniy, ranglari ham zeriktirmaydigan. Oranjiy, boshqa ranglardan ko'pchilik zerikadi. Mana bu ranglarni ko'rsangiz, mana o'zimga, например, mana shu bejviy rang yoqdi, ya'ni zeriktirmaydi. Ko'rib turganingizda sos tugmalari, avariyniy tugmalar, undan tashqari salonning o'zini kamerasi ham mavjud. Вообще zo'r model. Bu mashinamizni Skorsky urushi rul orqasidagi rechakka o'tkazilgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar mana ruldagi rechaklarda. Mashinamizning head-up displaylari ishlab turibdi. Ya'ni bitta kamerada ko'rsatingchi ko'rinarmikan? Mana ko'rinib turibdi, to'g'rida. Head-up displeylar har bitta informatsiyani ko'rsatib bera oladi. Bu mashinamizning okalar har tomonlama komforti bor. Minusi yo'q, lekin ochiq qilib aytaman, sababi bu mashinani savdosi boshlangandan beri, ya'ni rasmiy savdosi boshlangandan beri bu minusini biz eshitmadik. Ya'ni biz o'zimiz ham sotgan har bitta klientlarimiz bizga aytayotganki, "Oka, minusi yo'q. Plusi bo'lsa bor, minusi yo'q" deyishyapti. Sababi puliga arziydigan model. Bu modelni ko'pchilik Jepal oddiy model bo'lsa kerak deydi, lekin men sizlarga bitta gap aytaman. Именно mana shu model Xitoy o'zida bomba, ya'ni raketa ishlab chiqaradigan model bu. Ya'ni shu zavoddan chiqadigan model. Bu degani o'zingizlar buni o'ylab qarasanglar, sizlarga raketa ishlab chiqaradigan zavod avtomobil sohasiga kelganida bitta joyini просто tak qo'l uchida qilib ketmaydi. Ya'ni har bitta joyini sinchkovlik bilan terib chiqishgan bu modelda. Avtomobilimiz общий xodlari, ya'ni elektronik va benzin bilan 1220 km bosib o'tadi. Ya'ni 9 da 200 km beradi. 200 degani sizlar 200 to'liq emas, 170, 175 atrofida yurib bera olasizlar. Bemalol akalar. Ko'rib turganingizda mashinamizni oddiyroq qilib tushuntirib berdi. Jaydarachasiga akalar. Bunaqa deb maqtamaymiz, biz bu mashinani borini aytib qo'yamiz. Ko'rganingizda puliga yarasha, realni. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Li9 bilan birga-bir konkurensiya bo'la oladimi, yo'qmi? Meni misolimda, например, Li9 bilan bemalol konkurensiya qila oladi. Ya'ni razmer jihatdan ham. Razmer jihatdan Li9 dan 2 sm kichkinaroq xolos. Ya'ni bu degani faqat balandligi va uzunasiga. Eniga даже katta ham Li9 dan. Okalar. Sizlarga yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana Instagramda ham sahifalarimiz bor. Bemalol kirib, qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar ham bo'ladi. Sizlar xudo xolisa bizani kuzatib boringlar. Sizlarga yana ham qulaylik qilish maqsadida yoki sizlarga yana ham qo'shimcha informatsiya berish maqsadida
boshqa modellarimizni ham obzorlarini olib boramiz aka. Rahmat akalar, ajratgan vaqtingiz uchun. Hammasi siz uchun manfaatli bo'ladigan umiddamiz.